Hop. Obid Sobitov odamlarni qimmat segmentda tashqi ko'rinishi deydimi, insonni o'zini bir xursand qiladigan, yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladigan, shu qimmat segmentdagi tovarlar bilan ta'minlaydigan inson deb bilaman men o'zimni. Bilgan edim sifatli qurilishini, vaqtida topshirilishini, lekin bunaqa dunyo brendidan, masalan, Otis brendi butun dunyo tan olgan, yurtlarda foydalanilgan ofislardagi o'sha rezidensiyalardagi liftlar turishini men tasavvur qilmadim. Men Sarvar akamni videolarida ko'rdim. Men olgan narximdan 2 barobar o'sibdi dedilar. Sarvar akamdan ancha kechroq olgan bo'lsam ham, masalan, bitta yaxshi mashina beradigan pulga oshibdi-da. Oladigan mijozlarga men yaxshi o'rganmagan, bilmagan narsamni tavsiya qilmayman. Bu yerda yaxshi o'rgangan, bilgan va shu joyi egasi bilan ancha yil oldi berdi qilgan odam sifatida bu yerda bez filtr kelib ovurishsin, chunki bu insonlar hech qachon yillab yig'gan obro'sini sotadigan insonlar emas. Kelib olishsin va kelajakda Obid baraka topgan, o'shanda videoda qo'rqmay kar-kar qilib gapiraveruvding. Sani gapingga ishonib oluvdik. Afsus qilmadi lekin baraka topgan deb bir choy ustida xursandchilik bilan eslash nasib qilsin, shu bizani videodan ham ko'rib kimdir shu joydan joy xarid qilsa. Hop. Obid Sobitov odamlarni qimmat segmentda tashqi ko'rinishi deydimi, xushbo'y yurishiga deydimi, mulki bo'lib turadigan soatlar deydimi, shu insonni o'zini bir xursand qiladigan, yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladigan, shu qimmat segmentdagi tovarlar bilan ta'minlaydigan inson deb bilaman men o'zimni. Hozirgi kunda Markaz 5 da Obid Sobitov butikimiz bor. Bu yerda O'zbekistonda Yo brend, Hermes brendini olib kirib, sumka bilan ta'minlaymiz. O'sha do'konidan olish muammo bo'lgan sumkalar asosan ixtisoslashgan. Va u do'kon universal o'zi. U yerda xushbo'ylik o'sha eski biznesimiz parfyum ham bor. Shu odamlarni yaxshi kunlarda o'zi uchun, yaqinlari uchun, hadyalar uchun parfyumlar bilan ta'minlab boramiz. O'sha yaxshi, eng zo'r atirlar bilan, eng yaxshi segmentdagi. Mirobod Avenuedagi Black Star mo'ykani ichida Obid Sobitov Watch do'koni. Do'kondan olish muammo bo'lgan Rolex, Richard Mille, Audemars Piguet, F. Peugeot va katta brendlar shu xalqimizni o'zi uchun va yaqinlari uchun sovg'aga qimmatbaho mulki bo'lib turadigan, qadrlanadigan, qiymati baland, narxi keyinchalik o'sadigan soatlar bilan ta'minlab xursand qilib kelyapmiz qo'ldan kelgancha. Masalan, biz Dubayda yashayapmiz. Dubayda hamma masalan Dubay Burj Xalifa bilan tasavvur qiladi-da. Masalan, Burj Xalifa Dubaydagi yagona imzosi Dubayni tanitgan joylardan biri. Endi O'zbekistonda bizga ofis kerak deganda, O'zbekistondagi yagona ofisni tanladik. Lokatsiya jihatdan ham mijozlarimizga qulay bo'lishi uchun, kelgan odamlar bilan masalan tanishib, kontakt orttirib, o'zimizga o'sha yanada ko'p foyda olish uchun eng zo'r lokatsiyadan, eng zo'r joydan biz tez kunda ishlab chiqarishni ham boshlaymiz. Shu do'konida masalan deylik 10 ming, 20 ming dollar turadigan, ko'chada 100 ming, 200 ming dollar sotilayotgan sumkalarni biz o'sha Parijdan, Primo eng katta dunyodagi ofisdan olib, Grey Marketdan olib, Dubay bozorini ta'minlaymiz hozirgi kunda. O'zbekiston bozoridagi ham mijozlarimizdan tashqari shu bayerlar bo'lsin, tijoratchilar bo'lsin, onlayn laksherida savdo qilayotgan insonlarga shu biz ham B2B price'da ozgina marjin qo'yib ta'minlab boryapmiz. Tug'ilib o'sgan joyimiz birinchi shu joyda reklama bo'ladi va u joyda ham birinchi showroom Center Towers'dagi shu ofisimizda shuni taqdimotini qilamiz. Bilgan edim sifatli qurilishini, vaqtida topshirilishini, lekin bunaqa dunyo brendidan, masalan, brendlar kelib, masalan, Otis brendi butun dunyo tan olgan, yurtlarda foydalanilgan ofislardagi o'sha rezidensiyalardagi liftlar turishini men tasavvur qilmadim. Hamma joyi eng o'rtasi, eng zo'ri bo'ladi. Lokatsiya jihatdan eng zo'r joy tanlangan va brend jihatdan ham men hali eshitmadim qaysidir ofis shu masalan sizlar ishlatayotgan mahsulotlarni, tovarlarni, masalan, deylik shu lift bo'lsin yoki masalan oynalar bo'lsin, boshqa har xil qimmatbaho deylik o'sha tovarlar bo'lsin, men buni ko'rmadim hali qaysidir ofis yoki dom ishlatganini. Bunaqa sifatli narsani kimdir uyiga ishlatadi-da. Masalan, puli bor O'zbekistonda bitta masalan bu joy emas, sifatli qurilgan, lekin uylar bor deb o'ylayman-da. Masalan, bunaqa sifatli mahsulotlar bilan qurilgan, lekin sotuv uchun masalan deylik podkastda ko'rgan edim. Keyin ko'zim bilan ko'ryapman, o'sha juda tez muddatidan oldin bitsa bityapti, dokumentlari hammasi zakonniy, bunaqa plan ham kam.
man Sarvar akamni videolarida ko'rdim. Men olgan narximdan 2 barobar o'sibdi dedilar. Men o'zim masalan deylik Sarvar akamdan ancha kechroq olgan bo'lsam ham, masalan bitta yaxshi mashina beradigan pulga oshibdi-da. Men juda ham xursandman bundan. Mijoz sifatida men bu 5-10 yil ichida Center Stowersga raqobatdosh joy bo'lmaydi deb o'ylayman. Keyinchalik bo'lsin, bundan ham zo'rlari bo'lsin. Ularni ham o'zingizlar quringlar va ulardan ham xarid qilinglar. Men kim bilan gaplashsam shu mamnun bo'lishyapti va kutgandan afzal narsa sizlar bera olayotganinglarni odamda xursandchilik bilan eslab tonyapti. Bu juda katta yutuq. Lokatsiya, masalan deylik, brend zo'rligi va hokazolar, ular eng bir deylik qaraladigan narsalar, lekin men birinchi navbatda shu egalari juda ham punktualni, yaxshi bir insonlarga yaxshilik iniladigan insonlar bo'lgani uchun men shu brenddan narsa olgim keldi. Avvalambor hamma narsa Allohdan, keyingi sabab yaxshi insonlar bilan tanishib, yaxshi insonlar bilan muloqotda bo'lsangiz, pul bilan bitmayotgan ishingiz ikki og'iz chiroyli muomala va iltimos bilan bitib ketadi deb o'ylayman-da. Bunaqa ofis, bunaqa katta investitsiya qilib qurgan odamni men mijozlari ham o'sha birovga, xalqqa foyda keltiradigan odamlar yig'iladi deb o'ylayman va bu juda ham katta gigant high segmentdagi, bizning segmentdagi odamlar qo'shni bo'ladi deb o'ylayman. Men bu yerdan kichkina investitsiya qilib, juda katta klientura sotib olman deb o'ylayman-da. Kichkinagina bir vitrina qilib qo'yish iloji bo'lsa, pastdan ham men kichkina vitrina qilib olaman ofisdan tashqari degan edim. Holli ham balandligini qarang, masalan, hech qaysi O'zbekistondagi gastinsiyada ham yo'q bunaqa baland patologlar. Mijozlar ham masalan kelib, biz endi maqsadimiz har bitta mijozni kuttirmagan holatda paplani yozdirib kelish. Bu yopiq ofis bo'ladi, ochiq qanaqadir do'kon bo'lmaydi. O'sha VIP darajada kutib olib, ularni mehmon qiladigan ofis bo'ladi. Kutib turish joyi ham O'zbekistondagi eng chiroyli, eng zo'r joy va odamlar kutib turganda ham mamnun bo'lib, hech qanaqa bir ozgina xursandchilik, kofe yoki restoran kirib vaqtdan unumli foydalanadigan joy bo'ladi va bu eng zo'r biznes markazi bo'ladi deb o'ylayman. Odamlar uchun qulay, sentrda. Brend juda katta marketing bilan o'ylangan, bu chet elda yurgan insonlarga yaxshi narsani va o'ziga ham yaxshi foydani ko'zlagan odam o'ylab qilgan proyekt deb o'ylayman. Chunki faqat pulni o'ylab marketingni tushunmagan odam u narsani ham qilaman 7 metr qilib, 3,5 metr qilib yana bitta etaj sota olaman deyish mumkin. Lekin 7 metr o'sha birinchi etajga kelgan odamlarga juda zo'r zavq, hissiyot beradi-da. Shunaqa katta joy qara, ofisimiz O'zbekistonda yagona deyish uchun u o'sha birinchi etajda kirib kelganning o'zida uni his qilish kerak. Birinchi hissiyot, emotsiya deydi-ku, o'sha emotsiyada ko'p narsalar hal bo'ladi-da o'zi. Masalan, keyin kelgan odamlar hali balkim bu yerda ofis qolmagan paytda lobbisini o'ylab, nech pul bo'lsa mana shu yerdan menga bitta ofisinglarni sotinglar, sotadigan odamni topib beringlar deydigan joy bo'ladi shu lobbiga kirgan. Foyda jihatdan, marja keltirish, investitsiya jihatdan eng zo'r tanlov bilaman O'zbekistonda hozir. Oladigan mijozlarga men yaxshi o'rganmagan, bilmagan narsamni tavsiya qilmayman. Bu yerda yaxshi o'rgangan, bilgan va shu joyi egasi bilan ancha yil oldi berdi qilgan odam sifatida faqat o'ylamasdan olishlikni tavsiya qilaman. O'ylab olish kerak, qachon dokumenti chala joyi, binoni sifati, oldingi loyihalari sinovdan o'tmagan joylarni o'ylab olish kerak. Masalan, prosta u tog'asi yo ammasi yo tanishi tavsiya qilgani uchun u noto'g'ri bo'ladi. Lekin men o'zim masalan deylik 4 ta farzandning otasi yosh bo'lishiga qaramay necha yildan beri musofir yurtda yashab, bir simmi, ikki simga ulab, nechta odamga aldanganmiz masalan. Filtr qilib olgan inson sifatida bu yerda bez filtr kelib ovurishsin, chunki bu insonlar hech qachon men o'ylaymanki, yillab yig'gan obro'sini sotadigan insonlar emas, ishonchini ham sotadigan insonlar emas, kelib olishsin va kelajakda Obid baraka topgan, o'shanda videoda qo'rqmay kar-kar qilib gapiraveruvding, seni gapingga ishonib oluvdik. Afsus qilmadi lekin baraka topgan deb xursandchilik bilan eslash nasib qilsin shu bizani videodan ham ko'rib kimdir shu joydan joy xarid qilsa.